Internetdagi odamlarni ko'rib, ko'pincha bizlar bilasizlarmi, tushkunlikka tushib qolishimiz mumkin, chunki ular shunaqangi produktivniy, shunaqangi hamma narsa ulgurishyapti, man faqatgina uyda o'tirib it o'yishimga ulgurmayapman degan fikr paydo bo'ladi Instagramni kuzatayotganimizda. Bilingki, что har bir inson bloger, siz kuzatayotgan yaxshi ko'rgan blogeringiz yoki вообще boshqa inson va успешный odamlar ham hammasi nimadir qilayotganda faqatgina mana sport, to'g'ri ovqatlanish, shunaqa tekis hammasi ularda ham ketmaydi qizlar. Va sizni hayotingizda qanaqa bo'lsa, ularda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Aytmoqchiman, biz hammamiz, man ham, siz ham nimadir boshlayapmiz, masalan, namoz o'qishni boshlamoqchimiz yoki sport bilan ishlamoqchimiz yoki to'g'ri ovqatlanishni boshlamoqchimizmi? Boshlaymiz, keyin yana tashlab qo'yamiz. No, asosiysi tashlab qo'yganingizdan keyin yana o'zingizni qo'lga olib, yana boshlang. Главное, asosiysi o'zingizni qo'lga oling. Men bilgan muvaffaqiyatli insonlar mana bir kun zo'r qiladi, ikkinchi kun cho'ta kuchi bo'lmaydi, motivatsiyasi bo'lmaydi, qilmay qo'yadi, lekin yana o'zini qo'lga oladi. Xuddi shunaqa qilib, bizning yuragimiz qanaqa ursa, xuddi shunaqa qilib hayotimiz ham kechadi, odatlarimiz ham kechadi. Nimadir erishmoqchi bo'lsangiz, nimadir o'xshamadimi, nimadir tashlab qo'ydingizmi, yana o'zingizni qo'lga olib, yana qiling. Главное, oxirigacha tashlab qo'ymasangiz bo'ldi va hamma narsada shu narsani qo'llasangiz, asosiysi nimadir qildingizmi, tashlab qo'ygan bo'lsangiz bir kunga mayli chiqsa, indingdan boshlang yana. Главное, tashlab qo'ymasangiz va qayta yana zanova o'zingizni majburlab boshlasangiz bo'ldi. Bu ichki xonadagi xayollar edi, sizlar bilan bo'lishim keldi. Men o'ylaymanki, ikkita layk yig'sa ham mayli. Bitta odamni hatto kichkina bo'lsa motivatsiyasiga ta'sir qilgan bo'lsa, xursand bo'laman.